Ikkinchi qism 7-bob. Xolid Husayniyning Ming quyosh shu'lasi kitobidan. 1989-yil yanvar. Yana 3 oy o'tib, Laylo 11 yoshga to'ladi. Kun tund va sovuq edi. Odamlar Qobul ko'chalarini tark etayotgan sho'roviylarni kuzatish uchun ko'chaga oqardi. Laylo ota-onasi va Hasina bilan Vazir Akbarxona masjidi oldida turar. Ularning oldidan tanklar, bitirlar, yuk mashinalari to'xtovsiz o'tib borar. Qor uchqunlay boshlagandi. Kimdir mazharomiz hushtak chaladi, kimdir baqiradi. Afg'on armiyasi askarlari esa ko'chadan o'tayotgan sho'raviylarni ihota qilib turardi. Fariba o'g'illari Ahmad va Nurning hovlidagi nok daraxti ostida tushgan rasmini baland ko'tarib olgan. U singari vafot etgan yaqinlarining portretlarini ko'tarib olgan odamlar ko'p edi. Kimdir Layloning yelkasini qoqdi. Uning ortida Tariq turardi. "Bizni qanday qilib topding? Qalay, yarashibdimi?" Tariq boshidagi ruslarning quloqchin telpagini ushlab qo'ydi. "Afting biram kulgili. O'zim atayin kiyib oldim. Ota-onang ham shunaqa kiyimlar kiyib olishganmi? Ular uyda o'tirishibdi." O'tgan yozda Tariqning G'aznidagi amakisi yurak xastaligidan vafot etdi. Bir necha hafta o'tib, otasining ham yuragi xuruj qildi. U hozir ancha zaiflashib, jizzaki bo'lib qolgan. Oldingidek hazilkashlikdan asar ham qolmagandi. Hakim muallim, Fariba, Tariq va Laylo avtobusda uyga qaytishdi. Otasi suratni ko'ksiga bosgancha avtobus oynasidan ko'z uzmay kelardi. Avtobusdagilardan biri "Sho'raviylar ketsa-da, Najibullohga qurol yetkazishni to'xtatishmaydi", dedi. "Ha, urush endi yangicha ko'rinishda davom etadi", falsafa so'qidi yana kimdir. Shu kuni kechqurun Laylo Tariq bilan Park kinoteatriga tushdi. Atayin qilgandek forscha dublyaj qilingan qandaydir sovet filmi berilayotgan ekan. Unda savdo kemasi kapitanining Alyona ismli qizini uning yordamchisi sevib qoladi. Film to'y sahnasi bilan tugaydi. Kapitan ham qizining yordamchisi bilan turmush qurishiga rozilik beradi. Kelin-kuyov hammaning ichida o'pishib aroq ichishadi. "O'lsam ham uylanmayman", pichirladi Tariq. "Men ham turmushga chiqmayman", unga qo'shildi Laylo. "To'y shunaqa ahmoqlik bo'ladigan bo'lsa, turgan bitgani g'alva to'polon, ortiqcha chiqimdorlik. Nimasi chiqim? Umringda bir marta kiyadigan kiyim uchun qancha pul ketadi bilasanmi? Agar men uylansam, sahnada faqat 3 kishi bo'ladi. Men, kelin, chakkamga to'pponcha tirab turgan kishi." Orqa tarafdan kimdir to'ng'illadi. Ekranda yirik planda o'pishayotgan kelin-kuyovni ko'rsatishdi. Layloning yuragi qafasidagi qushdek portilladi. Quloqlari shang'illab, yuzlari lovillay boshladi. Tariqning ham bir ko'zi ekranda, ikkinchisi Layloda edi. Nahotki u ham qizning botinidagi to'fondan xabardor bo'lsa. Rostakamiga o'pishish qanaqa bo'larkin? Tariq betoqat tipirchiladi. "Bilasanmi Laylo, Sibirda aksiradigan bo'lsang, mishig'ing no'xatdek yerga taraqlab tusharmish." Ikkovlari ham kulib yuborishdi, ammo ularning kulgisi allaqanday asabiy edi. Kinodan chiqishganida qorong'i tushib qolgan. Laylo qorong'ida Tariq uning yuzini aniq ko'rolmasligidan xursand edi. 1992-yil aprel. Tariqning otasi o'tgan 3 yil ichida bir necha bor insultni boshidan kechirdi. Endi uning chap qo'li o'ziga umuman bo'ysunmas. Nutqi ham tushunarsiz bo'lib qolgandi. Ayniqsa u g'azablanib baqirganida hech narsani tushunib bo'lmasdi. Tariqning sog'lom oyog'i o'sa boshlagach, Qizil Xochdan yangi protez oldi. Albatta yarim yil kutish evaziga. Hasinani Lahorga olib ketib, o'sha yerdagi qarindoshiga erga berishdi. Laylo va Jiddi uni kuzatishga borishganida bo'lajak eri Germaniyaga ketish uchun hujjatlarni tayyorlayotganini aytdi. Ular yig'lab quchoqlashib vidolashishdi, chunki qayta ko'rishmoqqa hech kim ishonmasdi. Sho'raviylar hukumati kutilganidan tezroq parokandalikka yuz tutdi. Yagona tayanchidan ayrilgan Najibulloh ham o'z siyosatini o'zgartirib, taqvodor musulmonga aylandi. O'g'ri qarisi sufi bo'larkan,
deya bunga izoh berdi Hakim muallim. Kecha musulmonlarning qonini ichgan zolim bugun masjidga kirib namoz o'qisa-ya? Qobul atrofidagi halqa torayib boravergach, Najibilloh ham muhojirlar bilan ketishga qaror qilgandi. Ammo iloji bo'lmadi. Nihoyat Laylo 14 ga to'lgan kunlari Najibillohni ag'darishdi. U Dorulomon qasri yaqinidagi BMT vakolatxonasidan panoh topdi. Kommunistlar bilan jang nihoyalab, muhojirlar 10 yillik urush so'ngida Qobulga tantana bilan kirib kelishdi. Ularning yo'lboshchilari safida Faribaning kumiri Panshir Arsloni nomini olgan tojik Ahmad Shoh Mas'ud ham bor edi. Ertasi kuni Fariba umuman boshqacha qiyofada uyg'ondi. 5 yildan beri qora kiyimini yechmagan ayol endi faqat bayramlarda kiyadigan moviy ko'ylagini kiydi. Deraza va pollarni yuvib chiqdi. Uylarni tozalab, vannani qatron qildi. Bugun ziyofat qilamiz, dedi u tantanavor ohangda. U oshxonaga kirib, qo'llarini biqiniga tiradi va norozi qiyofada Layloga yuzlandi. "Voy bu, oshxonamni nima qilib qo'ydinglar?" so'radi u beozor norozilik bilan. "Hamma narsani joyini almashtirib tashlabsizlar. Hech narsani topib bo'lmayapti." Laylo onasidagi bu kutilmagan o'zgarishdan ham hayratda, ham bir oz xavotirda edi. Onasi bayram dasturxoni taomnomasini tuzib chiqdi. Ko'katli sho'rva, osh, kotlet, ustiga yalpiz sepilgan, qattiq surilgan manti. "Qoshlaringni teribsanmi?" guruchning toshini terayotib qizdan so'radi. "Ozgina." Onasi guruchni kafti bilan ishqalab yuvarkan, yana qiziga yuzlandi. "Tariq do'sting yuribdimi?" "Ha, otasi kasal bo'lib qolgan." "Hozir nechiga kirdi?" "Bilmadim, 60-70larda shekilli." "Men Tariqni so'rayapman." "Ha, umi yaqindagina 16 ga to'ldi." "Chiroyli bola, to'g'rimi?" Laylo uyalib yelkasini qisdi. "Nima demoqchisiz bu bilan, oyi?" "Hech narsa." Samimiy jilmaydi onasi. "Bilasanmi, bir paytlar sizlar birga o'ynasanglar, u yer bu yerga birga borsanglar, hamma kulib jilmayib qarardi. Endi esa sizlar kap-katta bo'ldilaring. Qarashlar ham o'zgaradi. Sen sinaband taqyapsanmi?" Laylo savoldan gangib qoldi. "Nega menga bir og'iz aytmading?" Haddidan oshayotganini bilgan onasi sal yumshadi. "Tariq ming qilsa ham o'g'il bolada, qizlar bilan yursa ham hech kim uni ayblamaydi. Sen esa qiz bolasan. Sendek chiroyli qizlar uchun or-nomusni asrash bu juda nozik masala. Tasavvur qil, qo'lingda kichkina maynani ushlab turibsan. Kaftingni yozishing bilan u yo'q, uchib ketadi. Nomus, iffat ham ana shu maynaga o'xshaydi. O'zingiz ham bir paytlar otamni ko'rish uchun devor oshib o'tganingizni aytgandingiz-ku. Biz qarindosh edik va turmush ham qurdik. Biz Tariq bilan do'stmiz xolos, dedi Laylo. Biroz qat'iyatsizlik bilan. U xuddi akamdek. Hech qanaqa akang emas, onasining qovog'i solindi. Sening akalaring vatan uchun shahid bo'lishdi. O'sha duradgorning cho'loq o'g'li senga aka bo'lib qoptimi? Oyi, kechiring, unaqa demoqchi emasdim. Onasi og'ir xo'rsindi. Nima bo'lganda ham endi qadamingni bilib bos. Odamlar gap so'z qilishmasin. Laylo nimadir demoqqa og'iz juftladi, ammo indamadi. Onasi haq edi. Laylo Tariq bilan ko'chalarda aylanib yurganida odamlarning ularga qaratilgan qiziquvchan nigohlarini ko'p bora his qilgan edi. Uning nazarida hamma ularga boshdan oyoq nazar solib, ortlaridan pichirlashib qolishgandek tuyulardi. U ayni choqda Tariqqa nisbatan bo'lgan hislariga ich-ichidan iqror bo'lishdan boshqa chora topolmagandi. Tariq yonida bo'lganida miyasiga turli qarama-qarshi o'ylar, g'ujg'on o'ynar, ularni quvib haydashga esa majoli yetmasdi. Kechalari allamahalgacha uni o'ylab, uyg'oq yotar. Ba'zida Tariqning yumshoq lablarining nafis, nozik vujudi bo'ylab suzayotganini, uning qo'llari, bo'yni, yelkalari osha quyi intilayotganini his etardi. U bunday xayollarning gunoh ekanini bilsa-da, boshdan oyoq butun tanasini qoplab oladigan lazzat to'lqinidan ham
yuz o'girishni uddalolmasdi. Sizlar Layli va Majnunning xuddi o'zisizlar, degandi kunlarning birida qo'shnilar Rashid etikdo'z. Onasi haq, ammo endi qiziga nasihat qilishga haqqi bormikin? Bu gapni otasi aytsa boshqa gap edi. Shuncha paytgacha qayerda edi? Aqalli onasining e'tiborini oshxonadagi buyumchalik torta oldimi? Laylo onasining bugungi ajoyib kayfiyatini buzmaslik uchun lom-mim demadi. Mutelik bilan bosh irg'adi. Balli qizim, aytgancha, otang ko'rinmaydimi? Qani mening muhtaram erginam? Kun juda ajoyib va beg'ubor edi. Erkaklar hovlining bir chetida eski yig'ma kursilarda o'tirgancha choy ichishar, sigaret chekishar, mujohidlarning rejalarini muhokama qilishardi.